Bugün 6. ayının 26. günü Uyghur hazırkı zaman tarixidagi Urumchi qirg'inchiligining o't piltisida manguasidan chiqmaydigan bir qabahatlik, ochiq asam qoldirgan Shavgan qirg'inchiligi yuz bergan kun. 2009-yili 6. ayning 26. kuni yarim kechada Qashqar Konshar nahiyasidan Guangdong o'lkasi Shavgan shahridagi Sho'ri o'yinchoq zavodiga kelib ishlayotgan 800 dak Uyg'ur ishchilar qo'llarida palta, pichoq, to'mir to'qmoqlar tutgan holda yotoqlarga tuyuqsiz besib kirgan 10 mingdan ortiq Xitoy ishchilarining zo'ravonlik hujumiga uchraydi. Urush, o'ltirishlar yarim kechadan tatang so'zilgicha davom qiladi. Milliy o'chmanlik aks etgan bu qanliq ko'rinishlar hatto fojiani tomosha qiluvchi Xitoylar tomonidan ijtimoiy aloqa vositalariga tarqatildi. Uyg'urlarning noroziligiga qaramay, doirlarning voqeani odil bir taraf qilmasligi oxiri 5-iyul Urumchi voqeasining pilsiga o't yoqadi. Sharqi Turkistonga 4 kunlik tekshirish uchun borgan Xitoy siyosiy qonun komitetining sekretari Chen Wenjing Sharqi Turkiston xalqini davomli bostirish haqida ko'rsatma berib, partiyaning Xinjiangni idora qilish tadbirini to'liq dal joyda izchillashtirib, terrorlikqa qarshi turib, muqimlikni qo'g'dashni qonunchilashtirish kerak degan iboralarni qayta ta'kidlab bildirilgan. Tangritog torining 20-iyundagi xabarda bildirilishicha, Xitoy Kommunistik partiyasi Markaziy komiteti siyosiy byurosining a'zosi, Markaziy komiteti siyosiy qonun komitetining sekretari Chen Wenjing 14-iyundan 18-iyungacha Sharqi Turkistonni tekshirgan. Xitoy doiralari Yalan askar guruhi Wagnerning Rossiyadagi to'plam masalasiga qarta e'lon qilgan tunji bayonotida Beijing Rossiyaning muqimligini qo'g'dashni qo'llaydi deyilgan. Xitoy Tashqi ishlar ministrligi e'lon qilgan bayonotida Wagner guruhining Rossiya prezidenti Vladimir Putinga qarshi isyonning Rossiyaning ichki masalasi ekanligi ta'kidlanib, Xitoyning Rossiyaning davlat muqimligini qo'g'dash va bu sohada texnik ko'p ilgirlashni qo'lga keltirishni qo'llaydiganligi o'tirib qo'yilgan. Xalqarodagi yasimchilik sanoatini mulozimat bilan ta'minlaydigan CP shirkatining 5-oydagi sonliq ma'lumotlarida ko'rsatilishicha, dunyodagi ikkinchi chong iqtisodiy gavda bo'lgan Xitoy virusdan keyingi asliga kelish ojizlashgandan keyin 2023-yildagi GDPning o'sish mo'ljari tuvallatilgan. Yakshanba kuni e'lon qilingan tadqiqot dokladida mundaq deyildi: biz 2023-yildagi iqtisodning o'sish mo'ljarini 5.5% dan 5.2% tushirdik. Xitoy Tashqi ishlar ministrligining bayonotchisi Amerikaning fentanilga munosabatli masalalarni Xitoy fuqarolari va shirkatlarini jazolash va ayblash bahonasi sifatida ishlatishni to'xtatishga chaqirdi. Amerika Adliya ministrligi 23-iyun Xitoydagi bir qism shirkatlar va ularning xizmatchilari ustidan fentanil ishlab chiqarish, tarqatish va setish jinoyati bilan ayblaganligini e'lon qilgan edi. Azerbayjonda qurolli qism kuni va armiyaning 105 yilligi tabriklanmoqda. Azerbayjon armiyasi 1918-yili 6-ayning 26 kuni hukumatning qarori bilan Chor Podshoh Rossiya armiyasida vazifa o'tagan Azerbayjon ofitserlari tomonidan qurilgan. Azerbayjon hukumatı Batumda Osmanlı imperiyasi bilan tunji kelishimni imzolagan bo'lib, kelishimning 4-moddasiga asosan Azerbayjon doiralari Osmanlı imperiyasidan harbiy yordam talab qilgan.